Assalomu alaykum hammaga. Siz My Film News kanalidasiz va bugungi videoda biz Marvel zombilari multserialida Thorni yengan, jirkanch va yuzlab zombilarni bir zarbada yo'q qilgan cheksizlik xalq haqida to'liq gaplashamiz. Qanchalik kuchliligi komikslarda bormidi? Hammasi haqida to'liq ma'lumotlarni berib o'taman. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi bo'lib, cheksizlik xalqi o'zi qanday paydo bo'lganini bilib olsak, Marvel zombilari multserialida Thanos Wakandaga keladi va uni zombiga aylantirishadi. Shunda o'rgimchak odam, chumoli odam va qora pantera umid izlab Wakandaga kelishadi, lekin u yerdagi hamma zombiga aylangandi. Shunda cheksizlik toshlar bor Thanos uchovlonga qarshi chiqadi. Bu vaqtda Thor ham keladi, lekin Thorning foydasi unchalik tegmaydi, chunki u jangning oxirrog'ida keladi va qora pantera shuni tushunib yetadiki, ularning kuchi Thanosga yetmaydi va u oxirgi so'zlarni aytib, Thanosni vibranium qazib olinadigan vibranium koniga o'zi bilan olib ketadi va natijada toshlar vibraniumga qo'shilib katta cheksizlik portlashi yuz beradi. Bu portlash o'z yo'lida Parij, Misr va juda ham ko'plab davlatlarni yo'q qiladi. Shunda sehrgarlar u yerga kuchni ushlab turish uchun Bruce Banner xalqni yuborishadi va u butun cheksizlik kuchini o'ziga yig'ib ushlab turadi. Shunday qilib u cheksizlik kuchiga ega bo'ladi. Xalq qanday qilib, nima uchun bu kuchni o'ziga ola oladi degan savol tug'ilgani aniq. Bilamiz, toshlardan chiqayotgan nurlarning asosiy qismi gamma nurlari. Xalqning tanasi esa aynan shu nurlar uchun chidamli. Shu uchun qasoskorlar imtihonda ham qo'lqopni xalq kiygan. Gamma nurlari o'zi nima? Gamma nurlari bu radioaktiv nurlarning eng kuchli turi bo'lib, ular juda yuqori chastotaga ega va qisqa to'lqin uzunligiga ega elektromagnit to'lqinlardir. Ular atom yadrolarining parchalanishi yoki yadro reaksiyalari vaqtida hosil bo'ladi. Rentgen nurlaridan ham kuchliroq va tirik organizmlar uchun juda xavfli. Inson tanasining hujayralarini o'zgartirishi yoki DNKni shikastlashi mumkin. Shu sababli gamma nurlari mutatsiyaga olib keladi. Xalq qanday xalqqa aylanganini bilmasangiz eslatib qo'yaman. Banner yangi gamma bombasi loyihasida ishlayotgan bo'ladi. U bombani sinovdan o'tkazayotganda Rick Jones ismli yigit sinov maydoniga kirib qoladi. Banner uni qutqarish uchun yuguradi va shu payt portlash sodir bo'ladi. Natijada Banner kuchli gamma nurlanish ta'sirida qoladi. Natijada gamma nurlari Bannerning DNK tuzilishini o'zgartiradi. U endi stress, g'azab yoki qo'rquv holatida bo'lsa, ultra kuchli yashil terili gigant xalqqa aylanadi. Xo'sh, endi Infinity xalq, ya'ni cheksizlik xalqi kuchlari haqida gaplashsak, bu xalq o'zining gamma nurlanishdagi kuchi va plus toshlarning energiyasini o'zida saqlayapti. Bu super kuch degani. Ko'pchilik Superman va xalqni solishadi. Bu holatda xalq Supermanni bemalol yo'q qila oladi. Davom etamiz. Lekin degan joy bor. Bruce o'zi to'liq ongida emas, qisman energiyani ushlab turish vazifasini bajaryapti. Shuning uchun to'liq ongli qo'llanishi cheklangan. Bunda cheksiz all power xalq emas, balki ultra kuchli lekin foziy nazorat ostida variant deb qarash kerak. Shunday bo'ladigan bo'lsa, u o'zining to'liq ongi va aqlini ishlata olmaydi. Demak, toshlarning kuchlarini boshqarish uchun nafaqat kuch, balki ong idrok ham kerak ekan. Cheksizlik xalqi shunchalik kuchga to'lganki, uning jarohatlarini kuchi tezda yopmoqda. Zarbalari tezligi kuchi o'ta yuqori darajada. Tegmasdan shunchaki qo'lini qimirlatib zarba berishi jirkanchni o'ldiradi. Eslasanglar, 2008-yilgi xalq jirkanch bilan jang qilganda va Patchti jirkanch g'alaba qozongandi. Shu jirkanchning zombi holatida xalq bir zarba bilan o'ldirdi. Yana unga bir vaqtning o'zida gigant zombilar, Asgard qo'shini kemalari bilan Nemorning qo'shini, suvda suzuvchi qamoqxona, yana minglab zombilar hujum qildi. Shular orasidan ham bir o'zi tirik chiqdi. Bundan ko'rinib turibdiki, uni multi olam darajasidagi kuchli desak ham bo'ladi. Men hayron qolganim, u Thorni ham yo'q qildi. Thorni Thor Ragnarok filmida biz xalq bilan jangini ko'rgan edik. Oxirida xalq nohaqlik bilan yutgandi. Lekin bu serialda hammasi haqqoniy bo'lmadi. Birinchidan Thor zombi holatida, ikkinchidan Prime davrida emas. Xalq esa boshqa xalq versiyalaridan ham kuchli, lekin Immortal xalq versiyasidan emas. Cheksizlik kuchi uning hujayralarigacha singib ketgan. Endi u bu kuchdan hech qachon qutula olmaydi. Har bir vaqtda, har bir sekundda chiqayotgan kuchni yutib turaveradi. Yana bu xalqning versiyasi komikslarda yo'q. Aynan shu serial uchun rejissor tomonidan o'ylab topilgan, qo'shilgan. Bu xalq mashhur bo'lgan ekan, serialning ikkinchi sezonida uni yana ko'rsatadi. Qisqa qilib aytganda, cheksizlik xalqi Vandani ham bemalol gum qilardi, lekin unga zombilar qo'shini xalaqit berdi. Thor va Vanda jangida ham Thorga ham uning zombilari xalaqit berishgandi. Va siz kanaldan Thor va Vandaning jang tahlili haqida qilgan videomni ko'rishingiz mumkin. U video ham buni ustidagi juda ham qiziqarli. Va sizlarga o'zimni Muhammadullo dizaynerimni tavsiya qilmoqchiman. Agar sizlarga dizayner kerak bo'ladigan bo'lsa, Muhammadullo dizaynerlar qiladigan logo, avatarka, preview, banner, xullas dizaynerlar nima qilsa hammasini qiladilar va tajriba 3 yil. O'zim ham 1,5 yildan beri ishlayman. Shunga sizlarga ham dizayner kerak bo'lsa, bemalol opsiyani
ekrandagi linkdan o'tib zakot berishingiz mumkin. Xullas, meni fikrimcha, 2-3 ta personajdan tashqari multserialdagi hech qaysi personaj cheksizlik xalqni yenga olmaydi. Bugungi videoda sizlar bilan Marvel zombilari multserialdagi cheksizlik xalq haqida gaplashdik va video haqida va multserial haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni bersanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolar chiqaraman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazib yurmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bosib qo'ygan bo'lsangiz hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan qiziqarli videolarda ko'rishguncha